Tez, oson, mazali. Bugun sizlar bilan uzoq tayyorlaymiz. O'rtasida sir, keyin kotlet va ustida pire. Mazasi esa Qiymani ustiga ozgincha piyoz qo'shamiz. Men bitta to'ralgan piyoz soldim. Shashlikni pipar arasini solamiz tuz bilan. 2 qoshiq yog' solamiz. Aralashtirib chetga olib qo'yamiz. Ungacha pireni tayyorlab olamiz. Sariq bilan pireni solamiz. Ustidan tuxum oqini sovuramiz. Videoda ko'rib turgan edinglarga tukamiz. O'rtasiga sir, ustidan qiyma. Bizdan 4 ta sharik chiqdi. Shariklarni ustidan pire qilamiz. Idishga aralashtirib ularni qo'yib chiqamiz. Qolgan tuxumni sariqni ustiga suramiz. Oqsitani sepib duxovkaga qo'yamiz. 180 gradusda 40 minutda pishadi. Pishayotganda mana shunaqa shirin maza chiqadi. Rostdan ham ko'rinchi somsaga o'xshaydi. Bu ovqatni 1 soat tayyorlasa bo'ladi. Mazasi lekin ozishda qoladi. Bismillahirrohmanirrohim. Albatta tayyorlab ko'ring.